Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar. Mana hozir Marg'ilon shahrida pena bitam quygani keldik. Lomboz bo'lgan ekan. Manaqa yorilib, yaxshi bo'lmagan ekan, ip qaro bo'lib qolgan ekan. Shu tomga quyapsiz hozir mana. Loy ustidan, lombozdan. Bu loydan 5-6 barobar yengil bo'ladi. Issiq sovuqni yaxshi tuyadi. Sementi bo'ladi, tepasi yursiz oyog'ingiz botadigan bo'lmaydi. Xudo xolasa qurtqimizdan sichqon kalamishlar bo'lmaydi buning orasida. Sementi bo'lgani uchun qattiq bo'ladi. Mana bunaqa xizmatlar kerak bo'lsa aytaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab xizmatlar mavjud. 91lik 654 48 02 xizmatlari aytaverasizlar, xudo xolasa. Mana mashina bo'lib yorilib ketgan ekan. Bu issiqni ham, sovuqni ham o'tkazib yuboradi.